Top chiqaysi brend? Shohasan Dudara. Siz brendingizni topdim. Meni brendimni topasmisiz? Ahmadodan tabalarni yig'ib topib Shundan bitovoy texnika. To'g'ri. Nima qishda raza kerak bo'ladi sizga? Qishda hamma narsa kerak. Deya. Yog'mi shirin nima ekan? To'g'ri. Ana shu. Choy. Yo'q. Nima? Pechka nima? Mangal nimada? Gaz. Gaz plita, pechka. Avvali. Qo'qon holva. Zo'r. Paypoqlar. Amaliyotda bormi? Choy. Qana choy? Haber. Quruq choy. Alizovachka. Mangal. Toqqa chiqqanda endi o'rtoqlar bilan mangalda. Semichkami? Ha. Semichka. Sizlar Alif yangicha qadoqda chiqqan. Bitta o'qib bering aka shuni o'zingiz. Milliy mahsulotlarimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Albatta, qo'llab-quvvatlaymiz. Rekodan aka. Ambaga nima aytdi? O, Cho'milgandagi ham tevesga Ahmad Doda tabaqlarini bunda pishirsa nima derkin a? Ha, shu mangalda Bobur aka bir qoqqab pishmaysmi ikkalamiz a? Hozirda xohlasa. Mojo. Kimga bering? Banda hamma narsa bor, mo'jjo. Qo'qon halva. Qo'qon holva mashhurmi? Mana mashhurlarga beradi. Chunki o'ylabda ayollarni juda ham yaxshi ko'radilar. Bu bir shirinlik emas, sirani va paypoqlar. Nima bu? Choy. Choy. Bu meni bolamda. Bunaqa milliy brendlarimiz brendga chiqsa biz juda ham xursandmiz. Reklama qilishdan charchamaymiz. Bizda ham Ahmad Doda tabalarimiz Yevropalarga chiqib, shu tabani his qilib turamiz. Nima deysiz do'stlar?